Assalomu alaykum, hurmatli Qonun 101 kanal kuzatuvchilari. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksimizning 30-moddasiga yetib keldik, ya'ni ma'muriy jazo qo'llanishining umumiy qoidalari. Ma'muriy huquqbuzarlik uchun jazo ushbu kodeks va boshqa normativ hujjatlarda belgilab qo'yilgan doirada va tartibda qo'llaniladi. Jazoni qo'llash chog'ida sodir etilgan huquqbuzarlik xususiyati, huquqbuzarning shaxsini va uning aybdorlik darajasini, mulkiy ahvolini, javobgarlikni yengillashtiruvchi va og'irlashtiruvchi holatlarni hisobga olinadi. 31-moddamizda yengillashtiruvchi holatlar, ya'ni aybdorning o'z qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lishi, aybdorning huquqbuzarlikning zararini oqibatini oldini olish, yetkazilgan ziyonni ixtiyoriy ravishda to'lashi yoki keltirilgan zararni bartaraf etishi, huquqbuzarlikning kuchli ruhiy hayajon ta'siri ostida og'ir shaxsiy, oilaviy yoxud boshqa sharoitlarda yuzaga keladigan oqibatlarda sodir etilishi, huquqbuzarlikning tahdid yoki majburlov ta'sirida yoxud xizmat yuzasidan moddiy yoki boshqa jihatdan qaramligi ta'siri ostida sodir etilishi, huquqbuzarning voyaga yetmagan shaxs tomonidan sodir etilishi, huquqbuzarlikning homilador ayol yoki 14 yoshgacha bo'lgan bolasini yakka o'zi tarbiyalayotgan shaxs tomonidan sodir etilishi, ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida ishlarni ko'rib chiquvchi organ, mansabdor shaxs boshqa holatlar hamda javobgarlikni yengillatuvchi holat deb topishi mumkin. Bu yerda og'irlashtiruvchi holatlar 32-moddamizda, ya'ni g'ayri-huquqiy harakatlarni to'xtatish vakolati bor shaxs tomonidan qo'yilgan talabga qaramay, bunday harakatni davom ettirish, ma'muriy jazo chorasiga tortilgan shaxs 1 yil mobaynida yana o'sha xildagi huquqbuzarlikni sodir etishi, xuddi shuningdek huquqbuzarlikning ilgari sudlangan shaxs tomonidan sodir etilishi, voyaga yetmagan shaxsni huquqbuzarlikka tortish, huquqbuzarlikning bir guruh shaxs tomonidan sodir etilishi, huquqbuzarlikning tabiiy ofat sharoitida yoki boshqa favqulodda holatlarda sodir etilishi, huquqbuzarlikning mastlik holatida yoki giyohvandlik vositalari, ularning alkalolik, psixotrop va shaxsning aql idrokiga ta'sir etuvchi, ya'ni boshqa moddalar ostida sodir etilishi, ma'muriy jazo chorasini qo'llovchi organ mansabdor shaxs sodir etilgan ma'muriy huquqbuzarlikning xususiyatiga qarab mazkur holatni aybini og'irlashtiruvchi holat deb topishi mumkin. 33-moddamizda yengilroq ma'muriy jazo chorasini qo'llanishi, ya'ni sud ma'muriy jazo chorasini qo'llayotganda javobgarlikni yengillashtiruvchi holatlarni va huquqbuzarning moddiy ahvoli inobatga olgan holda sabab va asoslarni albatta ko'rsatib, ushbu kodeksning maxsus qismidagi moddalarning sanksiyalarida nazarda tutilgan eng kam jazodan ham kam jazo yoki ushbu moddada nazarda tutilmagan boshqa yanada yengil jazo chorasi qo'llanishi mumkin. 34-moddamizda bir necha huquqbuzarlikni sodir etganlik uchun ma'muriy jazo chorasi, ya'ni qo'llanishi, bir shaxs 2 yoki undan ortiq ma'muriy huquqbuzarlik sodir etganlik taqdirda, ya'ni ma'muriy jazo har bir huquqbuzarlik uchun alohida qo'llaniladi. Basharti shaxs bir necha ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan bo'lib, shu haqidagi ishlarni va vaqtning o'zida aybni bir organ mansabdor shaxs tomonidan ko'rib chiqilayotgan bo'lsa, bu shaxsga nisbatan qo'llanilgan uzil-kesil jazo og'irroq ma'muriy jazo nazarda tutuvchi sanksiya doirasida qo'llaniladi. Bu yerda basharti bir shaxs kodeksning maxsus qismida bir necha modda bilan ma'muriy javobgarlik belgilangan, ular to'g'risidagi ishlarni har xil organ, mansabdor shaxs ko'rayotgan harakat yoki harakatsizlik sodir etgan bo'lsa, unga nisbatan jazo og'irroq ma'muriy jazo nazarda tutuvchi sanksiya doirasida qo'llaniladi. Biz yerda e'tibor qaratsak bo'ladi. 34.1-moddamizda yo'l harakati huquqbuzarliklar, ya'ni qoidabuzarliklar bo'yicha hisoblanadigan jarima ballari belgilangan miqdordan oshganligi uchun ma'muriy jazo qo'llanilishi. Ya'ni ushbu kodeksning 125, 126, 127, 128.4 hamda 137-moddalarimizda ko'rsatilgan qismlarda nazarda tutilgan huquqbuzarliklar sodir etganligi uchun transport vositalarining haydovchilariga nisbatan mazkur moddalarda nazarda tutilgan asosiy jazo bilan bir qatorda, ya'ni birga jarima ballari hisoblanadi.
Bunda sodir etilgan har bir huquqbuzarlik uchun hisoblanadigan jarima ballarining eng yuqori miqdori 2 balldan oshmasligi kerak. Jarima ballari ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarliklardan birinchisi marta sodir etilgan kundan e'tiboran 1 yil davomida hisoblanib boriladi. Ya'ni ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarliklar shu hisoblangan jarima ballari 1 yil o'tgach transport vositasining haydovchisidan, ya'ni avtomatlashtirilgan tarzda yechiladi. Hisoblangan jarima ballari 1 yil davomida 12 balldan oshgan hollarda oxirgi sodir etgan huquqbuzarlik uchun ushbu kodeksning 24-28-moddalariga muvofiq qo'shimcha jazo tariqasida haydovchi transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilinadi. Bunday huquqdan mahrum qilish muddati 6 oydan kam bo'lmasligi kerak. Yo'l harakati qoidabuzarliklari bo'yicha hisoblanadigan jarima ballari belgilangan miqdorda oshganligi uchun ma'muriy jazo jinoyat ishlari bo'yicha tuman, shahar sudi tomonidan qo'llaniladi. 35-moddamizda ma'muriy qamoq va maxsus huquqdan mahrum etish muddatlarini hisoblash. Ya'ni ma'muriy qamoq muddati sutkalar bilan, maxsus huquqdan mahrum etish muddati esa kunlar, oylar va yillar bilan hisoblanadi. 36-moddamizda ma'muriy jazo qo'llash muddatlari, ya'ni ma'muriy jazo huquqbuzarlik sodir etgan kundan boshlab davom etayotgan huquqbuzarliklar uchun esa huquqbuzarlikning aniqlangan kundan boshlab 1 yil kechiktirmay qo'llanilishi mumkin. Jinoyat ishi qo'zg'atilishdan rad etayotgan yoki jinoyat ishi tugatilgan bo'lsa, lekin huquqbuzarlikning harakatlarida ma'muriy alomatlar mavjud bo'lsa, ma'muriy jazo chorasini jinoyat ishlari qo'zg'atishdan rad etish yoki jinoyat ishini tugatish to'g'risidagi agar ushbu moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan moddalardan o'tmagan bo'lsa, qaror qabul qilingan kundan e'tiboran 1 oy kechiktirmay qo'llanilishi mumkin. Bu yerda yo'l harakati qoidabuzarliklari uchun maxsus avtomatlashtirilgan foto, video qayd etish texnika vositalari orqali qayd etilgan hollarda ma'muriy jazo huquqbuzarlik sodir etgan kundan e'tiboran 1 oy kechiktirmay ma'muriy javobgarlikka tortish to'g'risidagi qaror ustidan shikoyat qilganda esa huquqbuzarlik sodir etgan kundan e'tiboran 1 yildan kechiktirmay qo'llanilishi mumkin. Shu bilan bugungi videorolikimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.